internetdan sumalakli toshini zakaz qildim. Sumalakli toshi menga o'zbek so'mida shunchaga tushdi. Nima deb o'ylaysizlar, qimmatmi, arzonmi? Tosh. Hozir ochib buni sizlarga ko'rsataman. Tosh. Даже qumi ham yopishgan. Qumi ham bor ekanda. Ichida qumi ham bor. Bu qumdan qumni hidi kelyapti. Bugun sizlar bilan qum bilan tosh teyib ko'ramiz. Qani mazasi qanaqa ekan? Voy. Namchu og'ir bu. Tosh og'ir bo'ladimi shunaqa? Wow. Tosh. Qani endi tosh teyib ko'ramiz. Siz hech tosh teyib ko'rganmisiz? Men sumalak toshini so'rib yeb ko'rganman, lekin o'zini yemaganman. Tishim sinib qolmasa bo'ldi. Qani, bismillah.